Assalomu alaykum. O'zim. Bugun 2026-yil 20-iyul. Aslida-ku hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmagan kun deb o'ylaganim bilan, lekin juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan navbatdagi hayotimni juda ham bir katta hissiyotlar, juda ham chuqur tuyg'ularni anglab yetishim uchun menga berilgan navbatdagi kunni ham yakunlayapman do'stlar. Bu suhbat shaxsan o'zim uchun, shaxsan o'zim bilan o'zim qilinishi kerak bo'lgan navbatdagi suhbat. Oldingilari qatori. Shuning uchun sizlar bilan birgalikda bu suhbatimizni ham boshladik. Ha do'stlar. Kuni kecha meni orzu qilishimga sababchi bo'lgan haqiqiy orzular ushalishini real hayotda qayta isbotlab, qayta ko'rsatib bergan o'sha Lionel Messi katta ehtimol bilan o'z faoliyatidagi eng oxirgi finalda ishtirok etdi. Jahon chempionati finali Argentina, Ispaniya, Lionel Messi, Lamine Yamal. Biz juda ham ajoyib davrda, juda ham bir buyuk davrda yashayapmiz deb o'ylayman. Chunki dunyodagi, jahondagi umuman zamonlarning eng buyuk insonlarini real ko'zlarimiz bilan mana shu kunlarda ular bilan bir havoda nafas olib, ular bilan birga ularni ko'rib, ularga intilib, ularga o'xshash uchun harakat qilib, ulardan kuch olib, ular bilan orzular qilib yashayapmiz. Bu juda ham ajoyib hissiyot, to'g'risini aytsam. Shunchaki kecha Messi mag'lub bo'ldi. O'zini komandadoshlariga mag'lub bo'ldi. O'sha Barselonani yigitlariga. Kim o'ylabdi deysiz? Yillar o'tib, eng yaqin insonlaringiz sizga qarshi keladi deb. Bu vatan uchun jang, bu millat uchun, millatning faxri uchun jang albatta. Lekin baribir ich-ichimdan Messi uchun xafa bo'lib ketdim. Mana navbatdagi erani ham juda ham chiroyli tarzda yakunlagan va mana shu go'zal afsonalarning real hayotdagi holatlariga guvoh bo'lgan navbatdagi baxtli inson sifatida men sizlarga shuni ayta olaman. Bunday insonlar qaytib tug'ilmaydi. Bunday insonlarga butun bir davrning omadi, butun bir davrning talanti, butun bir davrning e'tibori tushgan. Ajoyib. Aslida suhbat bu haqida emas. Aslida suhbat meni shaxsiy hayollarimni, kechinmalarimni kemirayotgan, meni o'ylanishga, tafakkur qilishga majbur qilayotgan o'sha savollarim haqida.
o'zimga beradigan savollarim va o'zimdan ichimdan sug'urib olishimga mani majbur qilayotgan javoblarim haqida. Shuning uchun o'zimga o'zim savol berishdan oldin bir gap aytmoqchiman. Bir kun hammamiz ham bu go'zal, bu sevimli bo'lgan dunyoyimizni tark etamiz. Va bir kun hammamiz ham biz uchun go'zal bo'lgan, biz uchun sevimli bo'lgan bu dunyoni tark etishimizni bilib turib, bir-birimizga oqibatsizlik, yomon nazar bilan qarash, yomon niyatlar qilishni to'xtatishimiz kerak deb o'ylayman. Boshladik. Ha, biz hislarimizga mahkummiz. O'z hislarimizni mahkumimiz. Hislar shunchaki insonni qalbida yashamaydi. Hislar har soniyada, har onimizda bizni qalbimizni, bizni ichki o'sha olamimizni yoritib yoki zimiston qariga botirib turadigan juda ham bir ajoyib bo'lgan narsalar aslida. Go'zal hissiyotlar bor. Go'zal hissiyotlar bor, lekin og'riqli hissiyotlar, armonli hissiyotlar kezi kelganda arosatda qoladigan hissiyotlar ham bo'ladi. Menda hozir mana shu uchinchisi deb o'ylayman, ya'ni arosatda qolgan hislar. Buni Shamollarda qolgan hislarim degan asarga o'xshatsak bo'ladi. Chunki shamollarda nimalar qoladi? Na uyi yo'q, na joyi yo'q insonlar qoladi. Ya'ni arosatdagilar. Mani hislarim ham hozir mana shunday arosatda qolib ketgan deb o'ylayman. Ya'ni nima demoqchiman? Mani qiynayotgan eng katta narsalar bu vatan sog'inchi. Bekorga bizni o'zligimizni anglash uchun juda ham katta hissa qo'shgan o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur bundan 500 yil oldin aytmagan. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l deb. Boshqa yurtlarda chiroyli liboslar, chiroyli sharoitlarda katta moliyaviy mustaqillikka erishib, go'zal holatlarda yashash bu insonga baxt olib kelmaydi. Bu insonni har kuni, har soati, har minuti baribir vatan sog'inchi, oila sog'inchi, ona sog'inchi bilan o'tadi. Bu gapim albatta vatansizlar uchun emas. Xoinlar, o'z yurtini oyoq osti qiladigan, boshqa yurtga kelib, o'z yurti haqida, o'z yurtini o'tmishi, tarixi haqida katta bo'xtonlar yog'diradigan SSR parast yoki O'zbekiston uchun men shaxsan xoin deb e'lon qilgan ayrim insonlar uchun emas. Men juda ko'p odamlarni ko'rdim. Juda ko'plarini. Hatto shunaqalarini ko'rdim. O'zini tug'ilib o'sgan, o'zini Xudo tomonidan tanlab berilgan o'sha vatanini
hurmat qilmaydigan, sevmaydigan, qadrlamaydigan xoinlarni ko'rdim. Juda ko'pi bilan bahslar qildim, juda ko'pi bilan tortishuvlar qildim, lekin bitta narsani anglab yetdim. Vatanam insonni qalbini tub-tubidagi bir o'sha hech kimga aytilmaydigan, hech kim sezmaydigan o'sha bir marjon kabi tovlanib turadigan bir hissiyotni bir bo'lagi ekan. Mana bu odamlarda ana shu hissiyot yo'q. Inson uchun qayerda yaxshi sharoit bo'lsa, inson uchun qayerda ob-havo yaxshi bo'lsa, inson uchun qayerda boy bo'lish ehtimoli katta bo'lsa, o'sha yerlarda o'zini baxtini topib, o'sha yerlarni vatan qilib yashab ketish bu albatta hayvonlarga xos ish. Men ko'rgan insonlar hatto mana shu hayvonlarchalik emas. Chunki hayvonlar ham o'zini boqqan, o'zini katta qilgan o'sha insonlarga baribir mehri qoladi va bir kun yillar o'tib ular uchratib qolsa, kecha ko'rgandek taniydi. Buni hammamiz bilamiz. Vatan bu shunchaki vatanni sevish kerak, vatan tuyg'usi, vatan ona kabi muqaddasdir degan osmoniy, balandparvoz gaplardan iborat bir tushuncha emas, do'stlar. Vatan bu bizi tomirimizdagi qon. Vatan bu har bitta tola sochimizdagi, har bitta tanamizni, har bitta bo'lagi. Vatan shu darajada mukammal, shu darajada muqaddas tushunchaki, bu haqida soatlab, kunlab gapirish mumkin. Vatansizlarni yuragidan vatanga bo'lgan mehrni olib qo'ygan o'sha g'arazli bir fazilatlar nima deb juda ko'p o'ylayman-da. Nima uchun O'zbekistonday joyi, O'zbekistonday yurtni qayerdagi Rossiyaga, qayerdagi Moskvaga kelib yomon ko'rib qolish yoki orqasidan bo'xtonlar otish, orqasidan tuhmatlar qilish qaysi vijdon bilan? Hammani qiynayotgan narsalar bo'lsa, mana shu musofir yurtlardan tezroq vatanimga qaytish. Tezroq mana shu xoinlardan uzoqroqda, mana shu ikkizlamachi odamlardan yiroqda, o'zimni vatanimda tinchgina oilam bag'rida hayot kechirish. Har kun menga mana shu hislar, mana shu tuyg'ular azob beradi. Sog'inch bu ham og'riqli, ham go'zal bir narsa ekanda. Hayollarimizni sog'inchlardan chalg'itib yurumizda. Do'stlar, har kun quyosh botib, osmonni zulmat qoplar ekan, menga ko'ringan yulduzlarga maktublar yo'llagim keladi. Bu xayolparastlik emas, bu bir romantik fikrlash emas, bu shunchaki nimaga shunday? Chunki o'sha men ko'rib turgan yulduzlarni
men sevgan odamlarim ko'rishadi. Uzoqlarda bo'lishsa ham, mendan 4000 kilometr uzoqda bo'lishsa ham, men uchun qadrli bo'lgan, men ko'ngil qo'ygan, meni muhabbatimga erishgan, meni muhabbatga erishtirgan insonlar ham o'sha osmondagi yulduzlarga qarashadi, ko'rishadi. O'shaning uchun har kun kechqurun yulduzlarga ko'p gaplar aytgim keladi. Xuddi yulduzlar borib o'sha insonlarga gaplar aytib beradigan. Ha do'stlar, musofirlik shunaqa odamni har qanaqa to'pik ko'chadan chiqib ketishi yo'llarini majoziy ma'noda ko'rsatib qo'yadigan bir qilib tarbiyalab qo'yar ekan. Tarbiyalashi yoki bu zamonani mana shunaqa kunlariga moslashtirishi ham bir tomon aslida, lekin eng yomoni, eng achinarlisi musofirlik bizni tosh bag'riga aylantirib qo'yadi. Rölezumde aşkımı, geceden de kadardım de, birden gitsin hayatım geceye biri, buru gözlerim kalandı. Tosh bag'riga oldingidek sof dunyoqarash, oldingidek pok qalb, oldingidek samimiy bir kulishlar yo'qolib boradi. Tosh bag'riga, hatto oilasiga nisbatan ham tosh bag'riga aylantirib qo'yadi bu musofirlik. Ba'zida onam bilan telefonlashsam, onamga bor ichimdagi gaplarimni to'kib solgim keladi. Ona, sizni sog'indim. Sizni yaxshi ko'raman. Sizlarni sog'indim degim keladi. Bilasizlar, men onamni aya deb katta bo'lganman. Aya. Men uchun onam ona emas, aya. Oddiy aya. Men uchun eng muqaddas so'z bu aya. Onadan ham hammasidan muqaddasi aya. Men aya deb katta bo'lganman. Lekin mana shu so'zni ayta olmay qoldim. Aya deyish tilimdan uzoqlashib ketdi, do'stlar. Aya. Hozir aya desam qandaydir tilimga erish tuyulayotgandek tuyuladi. Bu judayam bir yomon holat aslida. Shuning uchun aytishar ekanda, yoshlik bu podshohlik. Yoshlikda hamma narsa, bu dunyo seni xohishlaring bilan harakatlanadi. Yoshlikda sen shoh bo'lasan. Mana shu erkinligimni, mana shu ozodligim, ruhan ozodligim sekin-sekinlik bilan yo'qotib borayotgandek. Nima uchun mana shunaqangi hech kim kelmaydigan, umuman inson zoti yaqinlashmaydigan joylarga kelib oldim? Sababi ham shu. Chunki
hech bo'lmaganda mana shu tabiat menga qadrliroqda. Musofirdagi o'sha xoin vatanni maddohlari, vatanini sevmaydigan odamlar va boshqa davlatning fuqarolaridan ko'ra menga mana shu tabiat, mana shu daraxtlar, mana shu o'simliklar, mana shu hasharotlar qadrliroq, chunki tabiatning begonasi bo'lmaydi. O'zimni ichimga sig'may ketaman. Shuning uchun shu joyni tanladim bu suhbatni o'tkazish uchun. Vatan. To'g'risi, gaplarimni eng katta mavzusi vatan bo'ladi deb o'ylamagandim. Butunlay boshqa mavzular, butunlay boshqa fikrlarim bor edi, lekin yaxshilab o'ylab qarasam, vatandan kattaroq mavzu yo'q ekan. Vatandan azizroq, vatandan kattaroq bir o'ylashga arzigulik narsa yo'q. Shu o'rinda vatan haqida gap ketganda bir ajoyib she'r doim hayolimdan o'tadi. Devor nurayapti, qulamoq yaqin. Kuchsiz qo'llarimda boshlandi tolish. Menga ishonganlar, meni kechiring. Qo'limdan kelmadi shaharda qolish. Kulib sezdirmadim, go'yo baxtlidik. Dardimni ichimga yutib charchadim. 10 yil sabr qildim. Uydan uzoqda baxtli kunlarimni kutib charchadim. Mehnatdan qochmadim. Yugurdim, chopdim. Yashashga urindim mingta yo'l bilan. Shaharga sig'madim. Boshimni egib qishloqqa qaytyapman. Quruq qo'l bilan. Qishloq bizni har qanaqa holatda qabul qila oladigan yagona maskan bo'lsa kerak. Quruq qo'l bilan yoki boshqacha boy, kambag'al, sog', kasal, qari, yosh. Qishloq. Vatan ichidagi durdona asar bu qishloq. Albatta bu musofirlikni o'zim tanlaganman. O'zim o'z xohishim bilan hayotda o'zligimni topish uchun. Hayotda nimagadir erishish, nimalardandir foydalanib qolish uchun o'zim tanlagan yo'l albatta, lekin men xohlardim men uchun qadrli bo'lgan insonlar boshqa har qanday yo'l bilan o'zlarini moliyaviy mustaqillikka yoki orzulariga erishsin, lekin musofirlik bilan emas. Musofirlik bilan emas. Ayniqsa
siz borayotgan o'sha musofir davlatning o'sha yerda aynan sizni hamyurtlaringiz yashayotgan bir holatida o'sha hamyurtlaringiz ham xoin vatan sotqinlari, SSR parastlar bo'lib turgan bir paytida zinhor davlatga bormasliklarini men xohlagan bo'lardim. Chunki bu inson psixologiyasi. Bitta gapni har kun 10 martadan eshitsangiz, avtomatik miyangizda xuddi shunaqa his shakllanishi boshlaydi. Xuddi shunaqa haqiqatlar uyg'onishi boshlaydi. Siz ham o'ylashni boshlaysiz, haqiqatdan SSR davri yaxshi edi-da. Haqiqatdan O'zbekistonning iqtisodiyotini, ahvolini qara. O'zbekiston unaqa, O'zbekiston bunaqa, hozirgi holatimiz mana bunaqa, sharoit yo'q. Albatta psixologiyaga bu juda ham keskin ta'sir qiladi. Lekin yana bir tomoni o'sha vatanda tug'ilib, o'sha vatanda mana shu yoshga kirgan insonlar sifatida men vatanimni dunyoni istagan, rivojlangan yoki istagan bu yer yuzidagi eng mukammal davlatlarga ham hech qachon alishmagan bo'lardim. Xudoyim, buyuk bir asr, buyuk bir voqealar bilan birgalikda buyuk bir salbiy fikrlarga-yu judayam xavfli bo'lgan g'oyaviy, mafkuraviy, hech qachon yechimi topilmaydigan, o'ylab oxiriga yeta olmaydigan mana shunday mavzularga ko'milib ketgan bu dunyoda yashayapmiz-da. Ajoyib, ajoyib. Uydan uzoqda menga hech qancha bo'lgani yo'q hali. Atigi 1 yildan oshdi, lekin shunda ham menga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi bu musofirlik degan narsa. Men 16 yoshimdan uydan chiqib ketganman. 16 yoshimdan shaharda o'qishni boshladim. 3 yil Namanganda, 4 yil Toshkentda, yana 1 yil Toshkentda yurdim. Va mana Moskvaga kelgan bo'lsam, odam niqoblanishga juda ustada, do'stlar. Inson eng kuchli, juda ham kuchli niqoblanish qobiliyatiga ega dunyodagi yagona tur mavjudot. Bu juda yomon aslida. Nima demoqchiman? Men ota-onamga o'zimni hech narsa bo'lmagandek kuchli qilib ko'rsatish uchun ular bilan salbiy munosabatda bo'lishni boshlagan o'sha bir vijdonsiz insonlar safiga asta-sekin qo'shilib borayotgan odamlar toifasidanman. Bu juda ham og'ir aslida. Nimamish? Hayolimda shakllangan fikrni xunukligini qarang. Sen o'zingni jiddiy tutsang, sen o'zingga ishonchingni ko'rsatish uchun ularga qo'polroq, salbiyroq munosabatda bo'lsang, ular o'ylaydi. Ha, unda hammasi yaxshi ekan, qiynalmayapti ekan, hammasi joyida ekan. Qarang-a, shu narsalarni o'ylab qoldim. Menda shunday edi. Qanday qilib, qaysi vijdon bilan? Men o'zi kimman? Bir onani, bir otani
yuziga qarab salbiy munosabatda bo'lishga meni nima haqqim bor? Lekin yuqorida aytganimdek, bu buyuk niqoblanish, ya'ni ularga o'zimda hammasi joyidadek ko'rsata olishi yagona yo'li shu ekanda, do'stlar. Oldingi intervyu shaklidagi mana shunaqangi suhbatlarimizda meni eng yaqin do'stim Javohir doim yonimda bo'lardi. Afsuski, u ham hozir mendan 4000 kilometr uzoqlikda. U bilan bo'lgan suhbatlarimizda albatta ishqiy munosabatlar haqida, sevgi yoki mana shunaqangi hissiy bir kechinmalar haqida ham gap ketib qolardi. Balki o'sha paytlarda, bundan 1 yil, 2 yil, 3 yil oldin yuragimizda, shaxsan meni yuragimda mana shunaqangi hissiyotlar, sevgi, muhabbatga o'xshagan tuyg'ular jo'sh urgan paytlar bo'lsa kerakdi. Hozir bo'lsa unaqa narsadan asar ham qolmabdi. Haqiqiy real hayot, haqiqiy jangu jadalga tashlangan insonlar mana shunaqangi bir hayot, taqdir, bu davlatdan bu davlatga, oiladan uzoqda uloqtirib yuborilgan bir hayotda yashab yuribmizda. Ha, jigarlar. Bu go'zal hayotda bizga bergan eng alamli, og'riqli va yuraklarni junbushga keltiradigan, albatta yuraklarni yondiradigan bunday holatlardan ozgina bo'lsa ham saqlanish uchun o'zday bir ichimlik olgandim o'zim bilan. Hayotning zarbalaridan qochish uchun topgan yo'limni qarang-ku. Cho'kayotgan odam hatto cho'pga ham osilishadi degandek. Fikrlar, og'ir fikrlar, hayollar, mulohazalar, mushohadalar, tafakkurlar. Yashashni asl ma'nosi ham aslida shu bo'lsa kerak. Izlanish, intilish. Bizga qiyindek tuyuladi bu hayot. Bizga qiyindek, juda og'irdek, uddalab bo'lmaydigan bir topshiriqdek. Lekin aslida ham shunday. Bu hayotda hech kim oxiriga yetib bormagan. Hech kim hamma sirlardan boxabar bo'lishga ulgurmagan. Hech kim men bu dunyoda hamma narsani bildim deb aytmagan.
Nima uchun kerak shuncha narsalar inson zotiga? O'zi mittigina joni, mittigina jussasi bilan butun dunyoni dardini, butun dunyoni g'amini, butun koinotni sirlarini o'rganishga bel bog'lagan. Chumolidan farqimiz yo'q aslida. Chumoli o'zidan 10 baravar og'irroq yukni ko'tarib bemalol uyigacha olib borishi mumkin. Insonchi? Inson o'zidan 10 baravar og'irroq yukni hech qachon ko'tara olmaydi. Lekin qalbi dosh berishidan, qalbi dosh bera oladigan hislaridan million baravar kuchliroq his-tuyg'ular, million baravar kuchliroq azob, uqubatlarga tirik holicha ko'nikadi, dosh beradi. Qanday mukammal qilib yaratilganmiz. Hamma, har bitta holat, har bitta nafas olishimiz, har bitta o'tayotgan kunimiz, osmon, yer, daraxtlar, hayvonlar, o'simliklar, inson tomonidan yaratilgan mana bunaqangi buyumlar, hamma narsa o'ylashga majbur qiladi. Hamma narsa. Aytishingiz mumkin. Nima qilasan o'ylab? Nima keragi bor? Agar xuddi mana shu yo'sinda ish tutganimizda inson hali ham o'sha yurgan bo'lardi. Kiyimsiz, xom go'sht yeb. Inson o'ylash uchun yaratilgan deb o'ylayman. O'ylash uchun, izlash uchun, yo'l topish uchun, topik ko'chalardan chiqish uchun, hamma narsani ilojini topish uchun yaratilgan deb o'ylayman. Hamma narsa. O'zimizdan million kilometr uzoqlikda bo'lgan qora tuynukdan tortib o'zimizni yonginamizda bo'lgan, hech qachon tusha olmagan, hech qachon ko'ra olmagan o'sha Mariana botig'idan tortib bu dunyoda eng katta sir nima deb so'rashsa mendan, o'sha kosmonavtika yo'nalishida NASA tashkiloti, osmonlar, o'zga sayyoraliklar, boshqa sayyoralar. Juda qiziq, juda ham qiziq bu mavzular. Lekin qarang, Alloh tomonidan yaratilgan bu yerimizni juda kam foizini o'rgangan ekanmiz. Menimcha yerda o'rgangan narsalarimizdan ko'proq o'rganganmiz osmon va falakni, koinotni. Bu nima? Bu juda katta hikmat. Nima uchun aytaymi? Biz avval birinchi navbatda har doim o'zimizni o'rganishimiz kerak. O'zimizni. Inson hali Braziliya o'rmonlarini 100% o'rganib chiqmadi. Shunchaki yer usti, shunchaki botqoqlik, shunchaki borsa bo'ladigan joylar. Inson hali 1 kilometrdan chuqurroq joyga tusha olishmadi okeanlar. Insonga ma'lum bo'lmagan judayam ko'p millionlab jonzotlar bor har yer yuzida. Biz ko'rmagan, hatto o'ylab ham ko'rmagan, hatto biz fantaziyamizga sig'maydigan narsalar bor. Qarang. Biz osmonlarga intilyapmiz. Insonning qalbi ham xuddi shunaqa. Insonning qalbi ham xuddi mana shunaqa. Va bu dunyoda eng katta sir na yer, na koinot emas. Inson.
insonni hayoloti, insonni tafakkurlari, insonni qalbi, umumiy qilib aytganda inson. İnsondan buyuk sir bo'lmasa kerak. O'ylaysan, o'ylayverasan. Ba'zida yechimlar chiqadi, ba'zida hech qachon chiqmaydi. Yechim qidirasan, tong yotadi, yechim qidirasan. Kun botadi. Yechim qidirasan, yillar o'tadi. Yechim qidirasan, kunlarning birida ajaling kelgan. Umringni boy berganingni bilmay qolasan. Mana shunday qilib har birimiz bir kun o'zimizni buyuk bir shaxsan o'zimiz uchun buyuk bo'lgan hayotimizni, umrimizni yakunlashimizga o'sha manzil tomon yurib borayotgan odamlarmiz. Bu faqatgina o'zim uchun faqatgina bor ana mana ahamiyatim bo'lgan insonlar uchundir bu suhbat. Kim ko'radi, kim ko'rmaydi. To'g'risi uni menga umuman ahamiyati ham qiziqi ham yo'q. Shuning uchun hayolimdan o'tayotgan istagan fikrimni, hayolotimdagi mani shunchaki hayollarimni band qilgan istagan mavzu haqida gapiryapman. Erkinlik, ozodlik, ozod hayollar. Xudoga shukr, menda hali bor. Xudoga shukr. Inson hech qachon ozod bo'la olmaydi agar uni hayollari ozod bo'lmasa. Siz mahkum bo'ling. Siz qamoqxonada bo'ling, siz mahbus bo'ling, lekin agar hayollaringiz ozod bo'lsa, siz mutlaqo ozod insonsiz. Chunki hayollari ozod inson. Men aniq bilaman, yerdan ancha balandroqda, insonlardan ancha balandroqda. Chunki hayol istagan paytingiz, xohlagan soniyangizda, xohlagan joyingizga olib borib keladi. Qarang. Birinchi navbatda hayollarimizni ozod qilishimiz kerak. Ozod hayollar. Men Telegramda shunaqa nom ostidagi kanalim bor. Shunga ham o'zimni hayolimga kelgan, faqatgina menga tegishli bo'lgan fikrlarni yozib qoldiraman. O'sha ozod hayollardan paydo bo'lgan fikrlar. Ajoyib. Suhbatimizni boshi jiddiy ohangda, jiddiy tanqidiy va asosan vatan haqidagi fikrlar bilan ketdi va hozirga kelib albatta bir yomondan bir yaxshi yoki oyning 15i qorong'u, 15i yorug' degan fikrlar ham bor. Shuning uchun
Yaxshi fikrlar ham yo'q emas aslida. Ufqqa qarab hayollarimizni, armonlarimizni, orzularimizni, yetolmaganlarimizni, yetib adashganlarimizni, afsuslanganlarimizni o'ylaysan dekish. Shu o'rinda bir she'r bor. O'sha olis hayollarga, o'sha olis armonlarga botirilgan hayotda chig'iriqlaridan, insonning qalbini og'riqlaridan ta'sirlanib yozilgan. Kimgadir yaxshi gap aytdik, birodar. Kimdir bir umrga ranjib ham ketdi. Kun kecha yosh edik. O'zini bir qadar buguncha balog'at yoshiga yetdi. Inson o'z umrini o'ylasa ko'p vaqt qiynaydi o'zidan o'tgan qusurlar. Kimgadir aytilmay qolgan bir rahmat, kimdandir so'rolmay qolgan uzrlar. Mukammal ko'rmoqchi bo'ldik dunyoni. Yetuk bo'lolmadik o'zimiz biroq. Yillar armoni, yillar armoni. Armon topmadim hech sizdan buyukroq. Insonga tobe emas zamon inchunun. Inson yuragida alamlar qat-qat. Faqat bir taskin bor barchasi uchun. Afsus chekibsanmi? Shu ham bir davlat. Afsuslana olish ham bir ne'mat aslida. Chunki vijdoning borki, senda afsus tuyg'usi bor. Pushaymon bo'lish ham ne'mat. So'nggi pushaymon o'zingga dushman degan gaplar yolg'on. Qaysi tomondan qarashga bog'liq. Pushaymon bo'la olish uchun inson bo'lishi kerak. Unda insoniy hislar, insoniy qarashlar bo'lishi kerak. U pushaymon bo'ldimi? Demak, u hali ham inson. Hayvonlar hech qachon pushaymon bo'lmaydi. Ajoyib. Men o'ylayman, gaplashmagan narsamiz qolmadi. Xuddi meni nazarimda bu dunyoni, nafaqat bu dunyoni, balki butun koinotni, balki butun asrlarni, butun zamonani, butun hayolot olamini, barchasini gaplashib chiqqan deyman. Ajoyib. Shunday ekan, Bobur Ahmedovich, 26 yoshingda taqdir seni uzoqlarga uloqtirib yuborgan bir paytda, o'sha uzoqlardan turib o'zing bilan o'zing gaplashar ekansan. Sen katta erani yakunidan tortib buyuk asr boshlanishigacha guvoh bo'layotgan insonlar qatoridasan. O'sha olis musofir yurtlarda, onadan, vatandan uzoqda o'zligingni, hayotingni, kelajagingni qurish uchun harakat qilib yurgan ekansan. Men sen bilan birgaman. Albatta insonning eng yaqin do'sti bu faqat o'zi bo'lsa kerak. Chunki o'zidan boshqa hech kim doim uning yonida bo'la olmaydi. Afsuski.
inshaalloh kelgusi mana shu shakldagi o'zing bilan o'zing qiladigan suhbat vataningda, oilang bag'rida, suyuklilar qatorida, do'stlar quchog'ida bo'lsin. Sevimlilardan, qadrlilardan, suyuklilardan senga nisbatan qalbida muhabbat bor insonlardan hech qachon Alloh ayirmasin. Vatandan ayirmasin.